Hurmatli yurtdoshlar, biz shu mashhur hammaga tanish bo'lgan Sangardak qishlog'idamiz. Sharsharaning tepa qismi hisoblanadi bu yer. Hozir biz 300-400 metr ko'tarildik tepada. 1 kilometrda 1000 dan yuqori ko'tarildik. Ha, 1000danmi? Ha. 1000 metrdan yuqoriroqdamiz va bu yerda juda katta joylar qilingan. Boya yuqorida shuni intervyuda eshitgan bo'lsalaringiz, mana shu joyga biz yetib keldik va hozirgi kunda ham bu yerda qizg'in qurilish, montaj ishlari, sharoitlarni yaratish bilan bog'liq bo'lgan masalalar davom etyapti. Asosan bu yerda nimalar bo'ladi? Daraxtlar oldindan ekilganmi yoki keyin ekildimi bular? Daraxtlarimiz oldin tabiiylari ham bor, yana eng qo'shimcha daraxtlar ekilyapti tabiati go'zalligi uchun. Mana yoki hozir buni xudo xolasa boryapmiz, sharsharamiz bor. Katta baland sharshara, uni tomosha qilib mana xalq ko'ryapsizlar. Kelib madaniy hordiq chiqarib maza qilyapti bular. Hammani yuzida tabassum. Mana yana bu yerda qurilish ishlari juda avj, juda yangiliklar ko'p bo'ladi xudo xolasa. Albatta eng asosiysi mana shu bu yerga kelgan, mana shu manzilga tomosha qilaman deb kelganlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mana shu yoqqa kichkina avtobuslar tashkil qilingan va bular shu boriladigan joyning ma'lum qismlarigacha yoki tepagacha olib borib qo'yishga mo'ljallangan transport vositasi hisoblanadi va o'ylaymizki, siz hech qachon aziyat chekmaysiz. Ketgan pulingizga ham, ketgan vaqtingizga ham achinmaysiz va albatta biz sizlarni mana shu manzilgohda kutib qolamiz.